Do'stim. Qaling. Xo'sh, tanishinglar, bu meni o'rtog'im Abdumo'min. Ertalabdan birinchi raund ruhiy nagruzkani oldik. Hozir men sizlarga mana shu voqeagacha aytib beraman. Xo'sh, ertalabdan har doimgidek turdim, soat 7:30da borishim kerak bo'lgan joyga 8:49 da uydan chiqib ketdim. Chiqsam sovuq va qor yoqqan ekan. Keyin men bu narsani mana bu holatga keltirib qo'ydim va sekingina skromnigina o'zimcha ijodlar bilan mashg'ul bo'lib, avtobusda ketayotsam, keyin sizga borib qolgan ekanman. Keyin men bu o'rtog'imni uchratdim. Assalomu alaykum hammaga. Shunaqa degandan so'ng keyin men o'rtog'imni uchratdim. Xo'sh, tanishinglar, bu meni do'stim Madinaxon. Keyin biz mana bunaqa videolar oldik, har xil. Do'stim. Ha, mana sizlar kutgan joy. Do'stim. Qaling imtihon. Ha, buni ko'rib bo'ldinglar. Endi bunda nima qizig'i bor sizlarga? Xo'sh. Omad tilayman, Abdushi. Zo'r chiqadi. Deganimdan keyin Mambi Plus aytgan gapini qaranglar. Kirib ketinglar. Ha, kirib ketaylik, nima qilaylik desang, bir shapot qo'ysang-da, mayli ustozim chiqib qoldilar. Mana u qizga har xil narsalarni tushuntirdilar va do'stim Jannatim do'stim. degandan so'ng bu ustozim bilan ham har xil narsalarni suhbatlashdik, diydor suhbat qilgandan keyin duoni oldik. Duo azizda o'rtoqlar, kimda meni shoyxon degan jo'ram Yoki mana bu hovli joyimni degandan keyin bu gap ko'tara olmay borib oshdi, yedik, mazza qildik, yedik, ichdik, biqin tiqqandan so'ng men to'yga bordim va nihoyat shunaqangi asal bola bo'lib, shakar bola bo'lib, to'yni bang'illatib keyin sekingina uyga qaytdim. Nihoyat o'rtoqlar, bugun kunim shunaqa o'tib aka.